Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatuvchilarim. Sizlar Yosh Bulag'on kanalidasizlar. Bugun biza Excel dasturi 3-darsimiz. Mendan uzr. Men umuman 3 oydan beri video olmay qoldim. Chunki men shu IT sohasida yaxshi 3 oyda mashq qildim. Tabriklayman, sertifikatim bor. Kurs min dasturchilar. Va men hozir Excel, Word, PowerPoint, Photoshop, Canva Printermate, Python hammasini o'rgandim. Biz endi diagramma qilish uchun dars boshlaymiz. Birinchi bizni katta qilib olamiz, masalan. Biz o'ngacha olgan ular katta qilib menga o'xshab, keyin mana bu joyga kirib, все границы bosib turibcha qolamiz. Keyin masalan birinchi, ikkinchi ishchi qilamiz. Birinchi 1 yosamizda, 2 yosamizda, keyin 3 yosamiz. Jadval qilishni o'rgatyapman. Buni belgilar kesasamda qoraylar. O'zi chiqarib berdi 1dan 10gacha. Keyin qarab turinglar. Birinchi sotuvchining nomi Bahodir. Bahodir. Keyin sizlarga hozir foiz ham chiqarishni o'rgataman. Bahodir, Malika, Yulduz, Tur, Rahmon, hop. Keyin Shahzod, Roziya, Ibrohim, Ma'mura va Dilnoza. Ismini yozib chiqolman. Shuna ko'p yozamiz, oddiy yozib bo'lishimiz. Dilnoza, Mahmud. Mana yozib oldik. Endi bular qancha oylik olishini yozamiz. Hammasi har xil oylikda bir-biri ko'proq. Endi biz avansini yozamiz. Avans pul bu. To'g'ramiz. Mana avans pulni ham oldik. Va bilan hozir bizga kerak emas. Paketda. Hop, yo'q, foiz chiqarish o'rgandim. Birinchi oddiy barobar qo'yib qarab turinglar. Foiz chiqarish o'rganman. Mana men bilan buni belgilaymiz. Va enter bosasizlar, to'g'ri turinglar. Biz belgilashimiz birinchi qarang, qanaqa qilish barobar qilamiz. Keyin ruscha alfabetga o'tib olib, sum yozamiz, sum. Mana просто ruscha alfabet yo'q, mana sum deb yozamiz, sum. Sum yozilganda ikkalasini belgilab, mana to'liq oylik puli chiqadi, ko'rdinglarmi? Endi shuni oddiy tortib qo'yasizlar. Mana hammasini oylik. Endi diagramma qilishni o'rganaman. Hammasini belgilab olib, выставка degan joyga kirib, mana hamma diagrammalar bor mana. Mana sizlarga tayyor diagramma. Xohlasanglar dumaloqchasidan qo'llanadi. Mana dumaloqcha diagramma. Agar mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos kanalimizga like qo'ying. O'zida 61 ta obunachi. Mana shu oy oxirigacha 100 ta ish qilishimiz kerak. Hammaga xayr.